Xitay Komünist alvastilari vatanimiz Sharqi Turkistonda uzoq tarixdan beri elib berayotgan masjidlarni kommunizm uchun xizmat qildiradigan munbarga aylantirib elish, saxta diniy zotlar qo'shin yetishtirish orqali islom dinining umumiy ruhini bormalab, uni sotsializm uchun, kommunizm uchun xizmat qildirish, Qur'oni Karimning tafsirini ta'tir to'lg'ab, islom dinimizning ruhini qalaymaqon qilish, islom dini orqali Sharq Turkiston musulmonlarini mustamlikka bo'ysundirish, bir tarafdan bu musulmonlarni tapdan chiqarsa, dinidan uzoqlashtirsa, din nomi bilan musulmonlarni kommunistlaştirishdan iborat bu diniy besimlar. So'zlab kelsak, tarmoq-tarmoqqa bo'lsak, bu vatanimizningki janubiy qismlarida bak ig'ir. Buning tafsilotiga kirsak, tugumaydi bu, nihoyat bir uzoq jarayon. Buni xalqimiz tatib etig'liq, bizmi bu vaqtda vatanda tatqan, bu uzoq bir jarayon. Endi buni qisqartib aytgan vaqtimizda, endi masjidda kommunistninki gapini qilsa qanday bo'ladi deb, endi ma hozirgi sekularizm deydigan ma'voylikka almanizm nimasi qarashi bo'yicha tanqid qilib baqsaq, endi xalqarada iqiyotgan masjid deganda siyosat so'zi qanday bo'ladi, unda qilmisi bo'ladi degandek tanqid bilan bu ish hal bo'lmaydi. Nimishqa deganda masjid deganda siyosat so'zlanadi, to'g'ri siyosat so'zlanadi. Chunki Hazreti Muhammad sallallohu alayhi va sallamning davrida masjidlarda to'g'ri siyosat, ya'ni siyosatni biz ijtimoiy jamiyatni to'g'ri tartibga selib, ratlab boshqurishdan iborat, adolat turg'izishdan iborat deb tushunsak, undaq to'g'ri siyosat u masjidda so'zlanishi kerak, masjid orqali jamiyat ratlanishi kerak. Ammo bu masjidlarda Sharqi Turkistonda unda to'g'ri siyosat so'zlanmay, kommunizmningki mustamlikning siyosati xato siyosat so'zlanyotidi. Buningdagi masala nima deganda, yana berib bu mustamlikka berib taqishidi. Endi bir davlat besib olgandan keyin u davlatning ichidagi masjid, u davlatning ichidagi maktab, u davlatning ichidagi imom, u davlatning ichidagi ziyoli, u davlatning ichidagi boy, hammasi mustamlikka tava bo'lib ketadigan ishkan. Unda qo'ygandan keyin u mustamlik uni qanday xolisa shunday ishlatadi ekan uni. Shunga mushu nuqtadan elib aytganda, men hozir Sharqi Turkistonning ichi va sirtidagi barliq diniy zotlarga shunday bir xitobim bor meningki. Men siyosatga aralashmayman, dinimdan o'rgansam bo'ladi degan gap yolg'on gap asli. Din o'zi bir siyosat. Dinni agar biz jamiyatni to'g'ri ratga selib, jamiyatdan fitna fasodni yo'qotib, jamiyatdan zulm zo'ravonlikni tugutib, jamiyatdan mustamlikni tugutib, jamiyatni to'g'ri idora qilish deb tushunsak, dinning o'zi siyosat bo'ladi. Bu nuqtadan elib aytganda, shunga men siyosatga aralashmayman, dinni bilsam bo'ldi degan qarindoshlarningki gapi yolg'on, bu fikrsi xato. Shuning uchun barliq musulmonlar siyosatga aralashishi kerak, dinni to'g'ri siyosat bilan yurgizishni bilishi kerak. Ma Turkiyaningki sobiq bosh ministri rahmatlik Najmiddin Arbakanning bir so'zi bor. Siyosatga aralashmagan dinni bilmaydigan siyosatchilar boshquradi deb. O'z vaqtida dinniy zotlarimiz, boylarimiz, ziyolilarimiz siyosatdan uzoqlashdi. Hammasi siyosiy ishlarga ahamiyat bermadi. Davlatni ketkizib qo'ydik. Xitoy davlatimizni tortib oldi. Unda qo'ygandan keyin bu masjidimiz shu davlatning ichida bo'lgandan keyin masjidni billa tortib olib ketdi. Hamda hozirgi kunga qarasak, ziyolilarimizni turmuq sudi deymiz. Masjidlarda siyosat tashviqot munbiriga aylantirib oldi dedik. Dinimizning ruhini bormali dedik. Uni qildi, buni qildi dedik. Gap nega berib taqishidi desak, yana mustamlikka berib taqishidi. Shuning uchun barliq xalqimiz shu mustamlikni tugutishga harakat qilsa, masjidimiz ozod bo'ladi. Xalqimiz e'tiqod qilayotgan dinining sap ruhi oshkor bo'ladi. U chaqda u masjidda to'g'ri siyosat so'zlanishga qarab mangadi.
Xitoy kommunist alvastıllarının bu elib beriyotgan siyosatlarida ko'zlagan maqsadiga yetish, yetmaslik masalasiga kelsak, endi Sharqi Turkiston masalasi uchun harakat qilayotgan diniy zotlar, ziyolilar, qisqartib aytganda Sharqi Turkiston xalqining himmatiga, jasoratiga, harakatiga bog'liq. Endi hamma ishni Sharqi Turkiston xalqi duolam qilib amaliy harakat qilmay mushundaq ketaversa, o Xitoy bir tarafdan amaliy harakat qilib mushundaq salbiy yo'l selib mengiversa, u ma'lum darajada maqsadiga yetadi. Buni e'tirof qilmasak bo'lmaydigan bir ish. Ammo Sharqi Turkistonliklar azroq harakat qilsa, o'rnidan qo'zg'alsa, duomi qilsa, harakatda barkat va Xitoy maqsadiga yetolmaydi. Sharqi Turkiston xalqi maqsadiga yetadi, barkatini Alloh beradi.